Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Glitch Zone kanali. Bugungi videomiz juda ham qo'rqinchli bo'ladi. Bugungi videomizda biz sizlar bilan hindistonliklar tomonidan ishlab chiqarilgan Shaytan Indian Horror Game ni o'ynab ko'rishga harakat qilamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar va biz videoni boshladik. Xullas, ingliz tilida nimadir deyapti, lekin ingliz tilini bilmaymiz, shuning uchun bizga Raber kun yashab qolishimiz kerak. Hozir kechqurun bizda hozir o'ynayotgan paytda qo'rqsam kerak. Xo'sh, namcha bu yarkist вообще pasku. Bizda fonarik bor ekan. Aytdim, yarkist passam, voy. Xo'p, nastroykani to'g'riladim. Bilasizlar, hindlar horror o'yinni yorib olishadi. Bunga juda ko'p bor guvoh bo'lganman. Lekin mana bu joystikka shunaqa noto'g'ri joyga qo'yishibdi. Xo'p, bu qanaqa xona? Oh shit. Kalit kerak deydi bu yerga. Xo'p. Bizda D1 bu. Eshik ochilayotganda bir g'alati ovozlar chiqadi. Kov deydi, sigir. Bo'ldi, tushundim. Bu yerda ham qanaqadir xona bor ekan, bola. Bu yerga ham kalit kerak. O'sha hindlarning o'sha musulmon xalqlar tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lsa kerak. Chunki hindlarda bilasizlar, iblis haqida gapirmoqchi bo'lsa, iblis haqida gapirmoqchi bo'lsa, u Ravan bo'ladi-da, ularda iblis. Aniq bilaman. Yoki bilmayman. Lekin bizga farqi yo'q. Bilmayman, bema'ni gap aytmaslikka harakat qilyapman. Ekranda yomon glitchlar seziladi, o'yin qotishlar. Zapiska, va tushunmayman. Keraksiz shovqinlar ko'pmi? Oz konkretni qo'rqityapti. Video qisqa bo'lib qolmaydi degan umiddaman. Pik nima degan? Qo'lga olsak bo'ladi. Qotoq urib jonga tegdi. Joy bu. Come on baby, qanaqa joy bu? Yo'q, o't bo'lmayapti. Jonga tegib yordi boru. O'chirdiydi flash. Yeyapsan shu gapingga, hech qachon flashlight o'chmaydi. Bu ham bir yomon katta ekanda, saroy ekanda. Xo'sh, bu yer qanaqa joy? Nima bola, musulmon bo'lgandan keyin bunaqa bo'lmash kerak edi. Uylar bir chiroyliroq bo'lish kerak edi. Bu yer uyini ko'rib ko'nglim aynayapti. Shunchayam sanitariya yo'q-ku вообще. Nima bu? Sanitariya chakinul pat. Pakinul chat. Bu boyagi joy boshqa joy, bu tashqari ekan. Mana nima bu? Ketdik. Bitta shayton bor. Shu bo'lsa kerak o'sha bir bola. Nima bu? Shu farqi yo'q. Tepa qavatdaman. O'yinlaringga uray. Mana bolasizlar uchun shuncha harakat qilaman. Men bu o'yin qotib yotibdi keyin. Juda ko'p bor sezilyapti bu narsa. Zero men telefonim stabil ko'tarish kerak bu o'yin. Oh shit. Ochdim. O'ylaymizki, u maxluq bu yerga kelmaydi. Xo'sh, shundan battar bo'ldi shekilli. Nastroykaga qo'l cho'zgandim.
Voy, bu yerdan bittalab ochib chiqish azob-ku. Mana rasmi qara. Bilding nima bu? Xo'sh, что это? У нас cholg'u asbobi. Bu yerda ham juda ko'p cholg'u asboblar. Yopiq eshik bor ekan bu yerda. Nihoyat odamzod yotadigan. Umuman eshik ochilmayapti. Nima bu? Ha, xaritamiz bor ekan. Xo'p, ishqilib o'ylaymanki kelgan yo'limda hech nima yo'q deb o'ylaysan Farruh. Aslida esa Voytami faqat sound effekt qo'rqityapti boru. Nima bu? Silver box deydi. Kumush quti degani. Bu yerda yana qulflangan eshik. Bu uyda nimadir bormi o'zi? Umuman hali biron nimaga ko'zim tushmadi. Demak, u o'zini o'zi qimirlatdi. Uncha aylanib yana keldim o'sha yerga. Kim yasadi bu o'yinni? Pastga tushmayman, bilaman, pastdan u yuribdi. Mana bu yerda. Kir. Kirmaysan. Kelyapman mana. Qo'lni endi tashlab qochsamchi? Qarang. Yarim yalang'och. To'liq yalang'ochmi xullas o'sha. Pastda lekin. Menimcha nimadir topish uchun o'shadan titib ko'rishga to'g'ri keladi. Nima bor bu yerda? Baloyam yo'q. Baloyam yo'q. Baloyam yo'q bu yerda ham. Bu yerda ham baloyam yo'q. Bu yerda o'shani yopib ketgan nima? Bular personajda yo'q. Ko'rdinglar o'zinglar ham, to'g'rimi? Kanalimda bitta o'yin bor, короче, chintlar chiqargan bitta o'yin bor edi. Esli ko'rganlar bormi? Hadalmidi, shunaqa edi nomi. O'qlab oldim. O'yin ham normal edi, skrimerli. Lekin bunaqa emas edi. Yana shu. Yana bitta o'yin bor. Bundan tashqari bitta. Kamla degan. Balo battarlar, ularni oilasi degan joyini tushundim, boshqa hech narsani tushunmadim. Bu xona bilaman. Objektiv deydi. Hech farq. O'zi bor uxlab olsam bo'lardi, kech bo'lib ketdi, lekin men shu videoni yozishga qaror qildim. Aynan kechqurun aytgancha bu yerdan keldik-ku. Shoshma, tepaga chiqish kerak. Soat. Bilmay qolganlar uchun mana yerda yurdi. Nima bu? Ko'rmi bu? Karmi bu? Mahvolmi? Pastga tushib ketadi-ku to'g'ridan to'g'ri. Kechirasan, baqirg'indan qo'rqqan o'zinglarni. O'yindan emas. Nima desam ekan?
Nima bu? O'zini tushga tushirasizmi hozir? Men. To'satdan ko'rib qolganimga qo'rqdimmi, bilmadim. Ikkinchi qavatda yomon lag bo'lyapti. Qotishlar bo'lyapti. Mana bunaqa qutini olsak bo'ladimi? Bo'lar ekan. Nima foydasi bor? Foydasi yo'q. Shatranj. Qadimiy nomi shunday. Ya'ni bu shaxmat. Xo'p, hech nima yo'q. O'yin yomon lag bo'lyapti bor. Uzr so'rayman. Sizlar men ko'rib turgan manzarani ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Ya'ni mana shunday qotishlar bilan. Shu xonani izlayotgandim, aynan. Buni bilan ochib ko'raylik. Nima bor, yo'q. Hech nima yo'q. Chinonga og'zimda bo'g'ilishni his qilaman bor-ku. Nimadir yo'qmi? Shuncha shkaf qo'yib qo'ygan-ku. Bosh cholg'u asboblarida nimadir yo'qmi? O'yin internetli ekan bo'ldi. Ya'ni internet yoqib o'ynash uchun internet yoqaman. Lekin hali ham hech nimadir topganim yo'q deb o'yin. Ko'rkov qip-qizil. Ko'rmay o'tib yuribdi-ku yurib. Oyoq qo'llariga nima taqoyan? Ye? Nima bu tegmayapti menga? Los o'yinda xatoliklar bor, menga yoqmayapti o'yin. Короче, bora o'zim qo'liga tushib bermasam bu ko'rk qo'lidagi narsani ham usholmayapti-ku galvars. O'yinda to'g'risi nima qilish vobshe bilmayapman. Ana emaklab yuradigan mavjudot. Ansana bu yerlarda nimadir yo'qmi? Nimaga kerak bu? Uchi. Odatiy qurbaqani tovushi. Eshik. Atmosfera bor desa ham bo'ladi. Lekin o'yin u qadar yaxshi emas-da. Ikkinchi qavatga chiqim kelmayapti. Landovni pastga tushishini kutgim kelyapti. Sabab ikkinchi qavatga chiqqanim bilan ikkinchi aniqrog'i muammoni aytadigan bo'lsam, ikkinchi qavatga chiqsam o'yin judalar qotib ketyapti-da bor-ku. O'shaning uchun. Bu ayol kishimi deyman, bu yerdan beri buni. Keldi. Nihoyat tutildim. D2 bor ekan. Bu o'yinda hech qanaqa hech narsa topa olganim yo'q. Video qisqa bo'lib qoldi deyishinglar mumkin. Men bundan ortiq hech narsa qila olmayman bu o'yinda. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, o'yin menga u qadar yoqmadi. Sizlarga video yoqdi-ku, to'g'rimi? Yolg'on demasam, ha deb qo'yaveringlar. Bo'pti, mayli, keyingi videolarda ko'rishib qolarmiz.